Папочка, привет! Я пришел домой. Sartarosh o'g'lim keldi-ku. Папочка, привет, как дела? Ой, мамулька, ой, тетя Няня слышала, на улице, Москва, качала. Вот. Ana, Hamza, tez uyima keling. Hozir uyimda qon to'kiladi. Нет, вот так делай. Hamsiya? O'g'lim sartarosh degandingiz-ku? Sartaroshga mana 3 yildan beri endi ko'raman-da buni. Папочка, я не сартараш, я стилист, понятно? Stilist ekan. Блин, мамочка, это что такое? Men bugun sizni shunday krasivaya qilaman, adam bugun oqadilar. Mani yuragim ko'tarmaydi buni. Urib o'ldiraman hozir mana. Ay, to'xtang. Hamsiya, urmang bachani. Ana shu urib o'z bachani jiyli qilgansiz. Urmang, yaxshi gap bilan tushuntirsa bo'ladi-ku bachaga. Menga qara, jiyan, sochingga qara, kiyimingga qara. Senga shu yarashib o'tiribdimi? Erkak qilgan, mujik qilgan ish qilsang bo'ladi. Bor sochingni oldir, yugur. Jonim, men даже kech qotganimda ham yugurmayman. Voy, o'zingizdan aylanning, sevishingizni ko'raylik. Hamsiya, sizni bachangizni men ham ursam bo'ladi? Soling. Hamsiya, nerish qilmang, yaxshi bo'lib ketadi olamman. Bo'ladi nasib etsa. Mayli Hamsiya, ya домой. Mayli, paka. Heroida u yagona